Allah'ın El-Melik degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlağa Abdüveli Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri namlı dersliklerden Allah'ın El-Melik degan isim sifatları haqidagi tafsirini o'qiymiz inshaalloh. Allah'ın El-Melik degan isim sifatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın El-Melik degan sifati Qur'onda 5 yerda tilga ilingan. Mu'minun surəsinin 116. ayetida Haq padişah Allah üstündür. Onundan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Allah ulug' arshning Rabbidir. El-Melik haqiqiy padişah ma'nosida bo'lib, o'zining zotida, sifatida har bir mavjudotdan behajatdir degan bo'ladi. Olamdagi har qanday narsaning vujudga kelishida ve vücutta davom qilishida u zatga muhtojdir degan bo'ladi. Bendining Allohning Al-Malik sifatidan olgan ulushi qanday bo'lish kerak? Bende o'zini hech qachon o'zini mutlaq podshoh deb tasavvur qilmaydi. O'zini olamda boshqa narsaga muhtoj bo'lmasa ham Allah'a nihayet muhtaç ekanligini his qiladi. Ey insanlar, sizlar Allah'a muhtaçsizlar. Allah hammadan behajatdir. Medhiyege layıktır. Sure Fatir 15. ayet. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın Allah'a muhtajlıqım bilen faxrlaman degan mazmun hem Allah subhanahu ve teala'ga muhtajlık insonga sharafdir. Bu bendiler içinde padişah bo'lgan bendiler kim? Fakat özünün padişahı Allah deb, Allah'tan başka mening padişahim yok deb itiraf qilgan odam bendiler içindeki haqiqiy padişahdır. Bendilerinin özünün kısmen hususi memleketi var. Bu memleketi onun kalbi, onun cesedi. O memleketinin hadim askerleri bolsa şehveti, gazibi, havai hevesi. Onun kalp cesedi bolsa fuqaraları, kolu, tili ve başka azaları. Eğer özünün hususi memleketindeki askerleri bo'lgan şehveti, havai hevesi, gazibi ve fuqaraları bo'lgan ko'zi, tili, qo'li ve başka azalarga padişahlık qila olsa, bular uninga hukmron bo'lolmasa ve bu fuqaralari ve askerleri o'ziga itoat qilsa, bularga bende itoat qilmasa, özünün alemideki padişahlık derecesiga yetken buludu. Eğer u başka alemlerge muhtaç bo'lmay yaşsa, belki başka alemler onunla dünya hayatıda hem de ahiret hayatıda muhtaç bulup yaşsa, zimindeki padişah hesaplandı. Bu nerside fakat peygamberlerge nisip bo'lgan. Peygamberler xalqlarning hayatı dünyada hidayet tepiş üçün Allah'tan başka muhtaç bo'lmaslikka harakat qildi. Hamma odamlar peygamberlerning yo'l yo'riq ko'rsatishlariga muhtaç bo'lib qoldi. Dünya ahiretde hem peygamberlerning shafaatiga muhtojdir. Ularga peygamberlerning miroslari bo'lgan olimlarning ham mushu podshohlikdan bir o'lishi bo'ladi. Ular xalqlarning hidayet tepişlerinde
Allah subhanahu ve teala tushirgan Qur'oni Karimga ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis sünnetleriga so'yinib, boshqa narsalarga muhtoj bo'lmasdan harakat qilsa, ular podshohlikdan bir qism ulushni olgan bo'ladi. Arifi billahlardan amirlarning ba'zilari savol qilishib, mendan biror bir ehtiyojingiz bo'lsa so'rang deganlarida, so'ralg'uchi kishi "Menga mush gapni qilyapsan, mening ikki qo'lim borki, ular sening podshohingdir." Amir so'raydi-ki, "Bu ikkisi kim?" "Sening quling bo'lib, mening podshohim bo'lgan." deganda, u kishi erismanlik bilan "Havoyi havas mening qulimdir, ular sening podshohing. Menga hojitimni beradigan kishi sen emas, mening qullarim sana podshohlik qilyotidi" degan ekan. Ana ba'zida arifi billahlarga bir kishi nasihat qiling deganlarida, dunyoda ham oxiratda podshoh bo'ling deganda, savol so'rag'uchi yana "Qanday qilsam menga dunyoda ham oxiratda podshoh bo'lish mumkin bo'ladi" deganlarida, tamoyingni va shahvatingni dunyodan uzgin, tamo qilmag'in. Shundala dunyo va oxiratda podshoh bo'lasan. Podshohlik hurriyat, shahvatga qul bo'lmaslikda va odamlarga muhtoj bo'lmaslikda degan ekan. O'zlarining xususiy mamlakatida shahvatlarga, g'azablarga, tamallarga qul bo'lgan odamlar agar xalqlar ustida podshohlik qilaman deb da'vo qilsa, ham ular xususiy mamlakatlarda qul bo'lib yashayotgan odamlarning podshoh bo'lishi mumkin emas. Ana payg'ambarlar va payg'ambarlarga tabi bo'lgan xulafai roshidinlar va ularga tabi bo'lgan haqiqiy ulamolar o'zlarining xususiy jasad mamlakatlarida bo'lgan narsalarni hammasini Allah subhanahu wa ta'alaning yo'liga bo'ysundiradi-da, ular podshoh bo'ldi. Undan keyin xalqlarni to'g'ri yo'lga boshlay oladi. Bendining Allah subhanahu wa ta'alaning al-Malik, haqiqiy podshoh degan sifatidan oladigan xulosasi va ulushi mana mushu bo'lishi kerak. Qur'onda tuvendagi o'rinlarda Allah subhanahu wa ta'alaning al-Malik degan ism sifatlari tilga ilingan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. Sura Fatiha 3-4 oyatlar. Allah en şefqatlik, en mehribandır. Kıyamet gününün egisidir. Sura Haşir 22-23 ayetlerde Allah'tan başka ibadetki layık hiç ma'bud berhak yoktur. O yoşurunni, aşkarını bilgiçidir. O en şefqatliktir, en mehribandır. Yani dünya ve ahirette ken rahmet egisidir.